Loyi, siz aldırmay ko'rib turing. Men Nanjingga telefon berib olay. Ha. Bo'ldi. Vay, başlayaq. Ha. Nima? Ma'qul, hozirli boray. Nanjingmi bak qalayimga bo'lib ketibdi. Telefon og'ili bo'lmadi. Boshliq meni chaqiryotdi. Masala bak ko'pkan, siz ko'rib beqing. Leya o'libdi. Kim? Kim? Leya tras boshlig'i. Leya? Ha. Leya o'libdi? Bu qandaq ish? Qonun ijro qilish atrofidagi Lyosamin kommunistga. Mumkin emas. Men uning bilan shuncha yil oralashib yurib ajab sezmabdiman. Haqiqatan shundaq. Uning telegram apparatini tepib oldik. Uning xizmatchisi Rekshi Remotsga. U o'zini o'ltirib oldi. Unda qo'sa atrat boshlig'i qanday o'ldi? Tushda Lyosaminga bir sherigidan telefon kelgan edi. Nim deyishdi? Uning bilan bir yerda uchrashaylik degan o'xshaydi. Atrat boshlig'i anglagan edi. Biz Lyosaminni ilib, uning sherigi bilan ko'rishga manganda to'satdan u atrat boshlig'ini quchoqlab, ustingi qavatdan pastga sakrab o'lib oldi. Telefonda kim berganini biladiganlar yo'qmi? Yo'q. Bular muhim emas, men tekshiray, sen qaytib ket. Ajoyib bir sakrash bo'pti bu. Nervlarimni o'riltib etdi. Tishimga og'riq kirib ketdi. Chatoq chiqadigan bo'ldi. Nima chatoq? Seriq qushqash harakatini qanday qilamiz? Uning nima qiyini bor? Heliga xos vakil bor. Xos vakil bu yerga notonish atrat boshliq bo'lsa-ku uningga yordam qilar edi. U o'zi yolg'iz o'disidan chiqa olami? Yana qilib qolgingiz kelyapti-da. Sizning topshirig'ingizni anglayman. Chapsan berib heliga Lyosaminga telefon bergan odamni teping. Xo'p. Lyosaminning qurbon bo'lishi Yuzachinga eg'ir zarba bo'ldi. Uning yuqur bilan aloqasi uzil-kesil uzilib qolgan edi. Uning azoblanishga vaqti yo'q. Chunki u to'satdan Liyaning ismligini ko'paytirib yetishdagi maqsadining maoshini ortiq elib, cho'ntikiga silish bo'lmasdan, balki uning cho'ng to'zaq ekanligini sezgan edi. Haqiqiy suqunmalar mushularning orasiga yo'shiringan bo'lib, bu tizimlik armiyamizning qo'liga tushib qolgan holatdami intayin ko'p vaqt chiqarib, ularni ayirib chiqarish kerak edi. Haqiqiy tizimlikda yuzdak odam bo'lishi, Nanjingda bundaq ayrim tizimlik bo'lishi kerak. Uni cho'qim qo'lga tushirish lozim. Vay, xos vakilmi? Sizga bir shun xabarni aytay. Atrat boshlig'i boya qurbon bo'pti. Heli ko'rishaylik.
Tünligili saq-salamat turgan odam bugun yo'q bo'ptimi? Siz oldingi sapda qon kechgan odam turibmi? Yana bizga o'xshash. Bag'ringiz yumshoqkan. Sizning qapqog'ingiz bormi? Qilib qolsam nima ish qiladiganligimga qarang. Albatta, suqunish harakatiga rahbarlik qilasiz. Sizga ayon. Bu yerning ahvolini men toz bilib ketmayman. Nanjing taraf Liyaning o'lganini bilgan amon darhol yangi rahbarni belgilaydi. Ma'qul. Biroq mening bir shartim bor. Qani ayting. Farzimcha bugun biz ko'rgan heliq tizimlik kelgusida kommunistlarni qoymoqtirish elisgan. Haqiqiy suqunmalar 100 nafar atrofida bo'lishi mumkin. Ular mushu 500 kishilik tizimlikka kirgizib etilgan. Men ashu haqiqiy ismlikni ko'rishim kerak. Bu Nanjingni bor. Li atrat boshlig'i o'zi olib bergan. Nima uchun bu tizimlikni ko'rman deysiz? Agar keyinchi men qilib qilib mush qo'shinga rahbarlik qiladigan bo'lsam, men jazman ularning tegtakdan bilishim kerak-da. Rostini aytsam, xos vakil. Kelgusini mayli siz rahbar bo'ling yoki men bo'lay. Bu odamlarning ahvolini jazman egilishimiz kerak. Bundaq Suriya rasti tashkilotidan biri yo'chiq chiqib qoladigan bo'lsa, buni o'ylasamla meni titrak bosadi. Agar siz degan ashu tizimlik rastli bor bo'lsa, Nanjing taraf bizni ko'rsatami? Lihatrat boshlig'i o'ldi. Agar sizning rahbarlik qilishingiz jazmlashsa, ularning uni ko'rsatmaslikka asosi yo'q. Bo'ladi. Men so'rab baqay. Tianjin bak xavfli ko'p qoldi. Xos vakil, nima topshirig'ingiz bor? Yana Nanjingni ulab bering. Mao idora boshlig'ining ishxonasini. Buni avaylang, ha? Guangzhou tarafga toza ishonch qilmayapman. Ukangiz balduroq Tayvanga berib, bir parcha yalab qo'ysin. Kelgusida Toshqami moyoqlab qo'ymaydigan gap pul xajlashga arzimaydi. siz nimani bilasiz? Ha, ehtiyot qiling. Kong ailasi bilan Chin ailasi Tayvanga pul xajlab etibdi. Amsa siz qachon mangsiz? Az qoldi. Siz menga turing. O'zingizga bakrak yezi bo'ling. Voy, men Mao idora boshlig'i. Boshliq. Meningcha Yuzochang bu vazifaga muvofiq kelmaydi. Uning Tianjinda tonishi ko'p, raqibimi ko'p. Suqunish degan uzun muddatli vazifa. Natonish odam kelgani eng muvofiq. Men bu xos vakili bilan so'zlashib baqdim. Meningcha u eng muvofiq keladi. Ha. Kun bo'yi zambirak ovozi uzilmaydi. Ha, nega chekinaman? Qachon? Bu yerda faqat birla aerodrom qoldi. Tushundim. Xo'sh. Bo'ldi, tozalaman. Narsalarimni yig'ishtirib bering. Ma'qul. Loye, siz avliyo ekansizmi? Rastla haqiqiy bir ismlik bor ekan. Hozirli yo'llab berdigan bo'ldi. Jazman bada paris qilgan edim. Liya ishni intayin inchik qiladi. Talant egisi edi. Est. Loye, siz Mao idora boshlig'ining tishiga tegib qo'yganmidingiz? Mao idora boshlig'i? Uning bilan ko'rishganim necha qitim bo'lmaydi. Nada yurib chiq degiman.
Әмсі o немішқа сізні bu сұқыныш планыға рәхбар болышыңызға қошылмай тұрып алады. Xas vəkil, sizga ayan. Ishonch degan qiziqarliq bir xil yaxshi ta'sirat. Men uni arzu qilaman, lekin erishamayman. Mushundaqla tushundirayman. Bu ish yana mening beshimga keladigan bo'ldi. Nanjanga qaytmaydigan bo'ldingizmi? Qaytaman. Hali qizni apirib qo'yg'ash, uylik ishlarni o'rlashtirib o'tiblar, darhol qaytib kelman. Amdi kelsangiz cho'qim oldingizga chiqaman. Men punkit boshlig'idan qilib kelishni talab qilib, siz bilan birlikda kurash qilaman. Vay. Muavin boshliqmi? Men shu. Bosh shtabdan xos vakilga telegram kelgan edi. Xos vakil kelib ilova bo'libdi ekan. Ha, uqdim. Xos vakil. Boshliq meni chaqiryotdi. Men beribli kelay. Ma'qul, sizni saqlayman. Yo mudir. Xos vakilning telegramisi qani? O'zimning ismini yozam nima yoki xos vakilninkimi? Albatta o'zingiznikini-da. Amis so'rab boqay. Xos vakil, sizga telegrammi kelibdi ekan. O'zingiz olamsiz yoki men og'ash boraymi? Siz og'ash kelsingizli bo'ldi. Kimning ismini yozaman? Mening ismim Nizam. To'xtab turing. Tinchlikmi xos vakil? Men telegram bo'limidagi navbatchi. Ma'qul. Xos vakilning ismini yozing. Xos vakil, ismlik. Siz tekshirib bering, ha? Mashayni ishdan qilib yurganlar yana bormi yo'q? Ma'qul. Bularning hammasi xil odamlar ekan. Mana bu rasmiy qo'shinda. Ba'zilarini ancha bilmayman. Lekin ko'rilishqi bo'ladiki, liyatrat boshlig'i haqiqatan ajr qilibdi. Eliqada gumonliq unsurlar yo'qmikan? Hech bo'lmaganda hozircha yo'q. Nomsiz xat yozganlarmi intayin mas'uliyatsizlik qilibdi. Liyatrat boshlig'ini tamoman xato tushunib qopti. Qarang, mana bu odam soniga bu to'g'ri, 96 odam. Ammo heliqi nomsiz xat bo'lmagan bo'lsa, bu ismlikni ko'ramagan bo'ladi. Bu radislik kasbiga intayin pishiq. Buning kasbiy iqtidori intayin kuchli, muhim vazifa qo'yishga bo'ladi. Mana yana mana portlatish, yoshirin o'ltirish, etishlarga noyda usta. Sizga uchirganim bek yaxshi bo'pti, Loyi. Undaq demang. Qilib qilib siz bilan birga suqnish vazifasini ijro qilmoqnim uchun bir umr o'kinadigan bo'ldim. Amsi men mangay. Səhərdən Nanjingga mangaman. Qachon qaytib kelasiz? 2-3 kundan keyin. U chaqda men texi bog'u deyman. Rostini aytsam, sal chidamayotman. Xo'sh. Biz hech qanday qiyinchilikdan qo'rqmay, birdek ittifoqlashib bu vazifalarni amalga oshiramiz. Necha ming yildan buyangi feodallarning izishi, 100 yildan buyangi jahongirlarning izishi bizning ko'rishimiz orqali taltiks ag'dirib tashlandi. 1949-yil intayin muhim bir yil. Biz tirishishimiz lozim.
Xinhua agentligining inqilobni adoqqicha ilib borayli mavzuliq yangi yil beg'ishlamasini to'liq teksti bilan anglatdik. Tövəndə bir addi anının oğlu Şinxayga atab yazğan şiirini anglaysızlar. Stansimiz Şinxayni köp qitim izləb, onu öyge qaytib kelishga undigan bolsunmu, biroq faqat izleriga bo'lmadi. Bu qitim Şinxayning buni anglab, chapsan öyge qaytishini umid qilamiz. Can oğlum qaytib kel, öyge chapsanroq. Bihojat riyozat chekmigin amdi. Gümbürləb itilgan zembirek üni, anangning chaqirgan yurak sadosi. O'ylining ishigi uchuq sen uchun, tashchida ham chiroqmu yiniq sen uchun. Telmirduq hammamiz kelar yo'lingga, rujakka chaplangan gullar sen uchun. Sen uchun onang qiladi duo, seg'inib ko'z yummay otqizgan tangni. Qaytib kel jon o'g'lim, kutib olayli, 49-yillik yangi bahorni. Bu qitimqi favqulodda ochiq chaqiriqdan Yuzachin o'zining ketishi kerak ekanligini bildi. Bu eng oxirgi buyruq edi. Faqat imkoniyat qolmagan bo'lsa, tashkil bundoq usulda yo'l yo'riq bermaydi. Dehqon Şinxayni chaqirdi. Uyga qaytish usulini xotirlab biling. Dehqon Şinxayni chaqirdi. Uyga qaytish usulini xotirlab biling. 15-31 52-34 66-57 80-62 tugidi. Bu chaqiriq 1 soatdan keyin tekrar e'lon qilindi. Dərhal Lişi satırashxanasiga bering. Xu apandim chekinishingizga yordamlashadi. Şiknechim. 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 Kim? Bağımbaşlık. Bağımbaşlık. Yeni yılınızga mübarek olsun. Mübarek olsun. İş var mıydı? Başlıqның buyruğu. Sizin derhal yığın basın deydi. Bunca ciddi neymişken? Bilmeymiz. Başlık sizden görüşkende deydikken. Sizler bilen bildim ağam nime? Başlık derhal kesin deydi. Geçirin. Bağımbaşlık. Kapamay kuralınızdan tapşırgan basınız. Neymiş ka? Öz sizge çöndürüp koydu. Bağımbaşlık. Merhamet. To'xtab turinglar. Katakning ishkini yeb o'tay.
Yuringlar. Ha? Boshliqning uyiga bormamdi. Yo'q, Әмсе nega bormas? borganni bilsiz. Punkt boshlig'i o'zim tushundirman degan. Xo'sh, Amsa. Xo'sh. Boshliq. Mangdigan bo'ldingizmi? Men emas. Biz. Menmi mang'amdi? Shundaq. Shimoliy Jungo kontrolligini yo'qotdi. Davlat mudofaa ministrligi Gonjida muhim bir yig'in echib, Changjan strategiyasini planlab, maxfiy ishlar idorasining Changjanning janubidagi qurilmasini turg'izishni muzokara qiladi ekan. Tianjin punktidan ikkimizni chaqirtibdi. Qachon qaytib kelamiz? Qaytib kelmaymiz. Boshliq. Әмісі мен әті басам боламды. Өйде tekin nurg'un ishlarim bor edi. Boshliq, sizmi bilasizmi? Sizning necha yildan bu yoqqa yig'ib to'shganlaringizning hammasi mushad ekanligini bilaman. Guangzhouga borgandan keyin maxfiy ishlar bilimidagilarga tapilab qo'yaman. Saqlab qo'ydi. Siz mushad turib turing, oyoq berib degan gapim bor.
Sıcağı. Sizga nima bo'ldi? Zukamlab qopdimi? Menden xap bo'ldingizmi? Xotirjam bo'ling. Guangzhouga berib sizga bir uy tutib berman. Yana tex tijoratmi bu? Bu urushqami 1,5 yil qoldimikin? Undan keyin tijoratga tayinlagan gap. Manga ishonsangizlar, sizga ergishmoqman. Bosh shtab sizni qoldirib qo'yib, suqunish planini ijro qilishga qo'ymoqchi bo'lgan. Men inkor qilyaptim. O plandan kelajagi yo'q. Men suqunishni yaxshi ko'raman. Odam fuqadan chiqadi. Sizning irodangiz qattiq, qo'lingiz yumshoq. Suqunishga muvofiq emas. Wu Jingjong Xiaojiang bilan Yuzichang Zhongxiaomi 2 soatdan keyin aeroplan Tayvanda vaqtliq to'xtab, ondan Guangzhouga uchadi. Sizlar 5 nafar xizmatdoshimiz bilan birga aeroplandan tushsizlar. Davlat mudofaa ministrligining muhim arboblari sizlarni saqlab turyapti. Tayvan. Nima ishkan? Chunki sizlar dengiz bo'g'iz harakati strategik plan komitetining a'zolari. Osmondama boshqarildi ekamizda. Taqdir.
O'ttir Xibey 1949 yili 8 ay. Süpingning asli ismi Çintavxa bo'lib, endi u o'z ismini ishiltalaydigan bo'ldi. Tianjin ozod bo'lgandan keyin u ta'minlagan shak shubhasiz to'g'ri axborot tufayli maxfiy ishlar idorasi inchkilik bilan planlagan suqunish plani 5-gacha bechit bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda u yana 27 tal cho'ka oltinni yuqoriga topshirdi. Tizimlash daftoriga u Yuzoching Çintavxa er-xotinning partiya badali deb yozib qo'ygan edi. Mudir, uyda sizni izlab kelganlar saqlab o'ltirdi. Yo'ldosh Yuzochang hozircha kelinmaydi. Salohiyatini oshkorlashga bo'lmaydi. Bilaman. Uning bilan aloqa qilishaldinglarmi? Yo'q, texi. Shanxay ozod bo'ldi. Az qoldi. Bugun sizga shuni uqtirib qo'yg'ili keldik. Buyruq berilmaguncha bu mahalladan ayrilsangiz bo'lmaydi. Düşmanlar jang maydonida mag'lub bo'lgani bilan yana nurg'un suqunmalar bor. Agar sizlarning er-xotin ekanliginglarni biladigan ishbiyonlar sizni ko'rib qolsa, o chaqda yo'ldosh Yuzochang oshkorlanib qoladi. Xotirjam bo'ling. U kelmaydigan bo'lsa, bu yizidan men sirtqa bir qadammi atlamayman. Undaq bo'lsa yaxshi. O'zingizni obdan asrab biz ketdik. Bir 1949 yili 9 ay. Shangang. Sizlar o'sha yerda saqlab turinglar. Jang Jeshi 12 million dollar ajratib Yaponiyadan qabul qilgan havo armiya xodimlarining dastlabki turkumi Tayvan bilan Guangzhouga yetib kelib bo'ldi. Havo armiya qo'mondoni Zhou Jiro 10-oyning 1-kuni Beypingni bombardimon qilib, davlat qurish murosimiga buzg'unchilik selishni planlamoqda. Biz ularni pash qilamiz. Xonimim Süpingning xabarini ola oldinglarmi? Texi olamadik. Yuqoridagi o'rinlar tirishib izlayotdi. Siz uning haqiqiy ism familiyasini aslayolsangiz, bizning tepishimiz o'ng'ay bo'ladi. Esimga olmayapman. Burun bir deganda qilgan. Esimda qolmabdi. Esimda tutilishdan ansirabdiman. Shodi, kim mudir qayerda? Endi kepsiz g'o, ichida. Tez. Bardoshlik. Qaynoq suv bilan qaychini akilinglar. Tez. Bu yoqqa akilinglar. Ostiroqqa. Beldan ko'tarib eling. Ostiroq. Avaylanglar. İştanı sağızaylı. İştanı. Erlesler çıkıp gitinglar. Nima qarab tursizlar? Bu yerda voy jinim, tapanchim borkan go texi. Qo'rq ketni oz qilib tapancha tatmoq sep qo'ying. Qurolni erilib nima qilasiz? Qo'limni ching tutib, putingizni pastga terang. Kuchang. Injiqlang. 1 2 3 injiqlang. Injiqlang. G'ayrat qiling. 1 2 3 kuchang. Injiqlang. 1 2 3 kuchang. Az qoldi. 1 2 3 Balının beş göründü. Yeni bir küçük. Doğuldu mu? Mudir, tez bulunla. Radyonu içiytanla. Oğul mekan, kız mekan? Kız gel. Tez bulun. Kız. Çatak boptu. Kız balı dalısını tartıdı. Közü küçük bop kaygıdaydı. Yüzü açan degen əbləq. İsmini baldora koyup bərməy. Nemi koyamız əmdi?
Vaqtni chang tutaylik. Men hozirli Tayvanga qaytaman. Tushdan keyin soat 1dan paraxod. Qaytib berib davlat mudofaa ministrligining savdogar chaqirish yig'iniga qatnashamisiz? Shundaq. U yig'inga Yaponiyada o'ltiraqlashgan jungolik bir kishi qatnashadi. İsmi Jichuan Kangzu, Fushi dengiz transport şirketining lideri. Onun ayol katibi bizning odamimiz. O'mi billa boradi. Yig'indan keyin tansi uyushtiriladi. Siz berib, uni tansiga tortasiz. Ondan keyin bodi keldi qilib, muhabbatlashib, to'y qilasiz. Rost to'y qilam nima yoki yolg'onmi? Eng yaxshisi rost bo'lsin. O'zingizni qo'dashga yaxshi. Hele bu yerdan bir mashina o'tadi. Siz u ayolning chiroyini ko'rib oling. Esingizda bo'lsin, hargiz savallik yuz bermasin. Suypingni topa oldinglarmi? Yo'q. Topgan taqdirdami nima bo'lmoqchi edi? Sizlarning birga bo'la olishinglar baribir mumkin emas. Albatta, tashkil uni tirishib izlaydi. Bundaq munavvar yo'ldoshni jazman tepish kerak. Haras. Biz Tongyan kitobxonasidagi Lo xo'jayinni topdik. U sizning haqiqatan bir parcha partiyaga kirish iltimosi topshirganligingizga yo'ldosh Suypingning tunishtirg'ich ekanligiga guvohlik berdi. Tashkil muzokiralashib, sizni Jungo Kommunistik partiyasining a'zoligiga rasmiy qabul qildi. Men atoqchi kurash qilaman. Diqqat qiling. Orqadagi ayol shu. Taybey 1950 yılı bahar.